Salom obunachilar, sizlar bilan Ender O'zibi. Bugun ko'rib turganingizdek, bugun One Block. Hamma o'ynagan One Block. Men ham video olgim keldi, mayli. Bugungi videoda biz nima qilishimni bilmayman, chunki bu One Block'ni ko'rmaganman. Uni o'zi boshladik. Yaxshi, ish ketmas ekanmiz. Shu joystickimni to'g'rilab olay. Agar bu yerdan ko'rgisi kelmayotgan bo'lsa, o'tkazib yuboring. Chunki bu yer qiziq emas. Xo'sh, orolga tattiramiz. Tepada siyoh rang chiziq bo'lsa toshga o'tamiz shekilli. Sekin to'layapti. Endi Dragonda joni o'xsharkan. O sandiq. Tuxum. Omadimizni sinab ko'ramiz. 1 2 3 ketdi. Bu sinmayapti deb hisoblaymiz. Yana chiqib qoladi. Hozir biz anaqadamiz u daraxtamiz. Tapormi bilmay solik. Daraxtni medenamiz, yo'sagasiz, cho'p. G'alati ishildi. Mashinasi to'sib qolyapti. Bu aytgancha bu yerda keep inventory yo'q-ku. Demak, keyingi videodan yoqaman. Hozircha umuman o'lmaslikka qilaman. Bu videoni umuman kesmayman chiqaytini. Chunki One Block faqat qazish videosi. Agar ko'ruvchilar bo'lsa oxirigacha ko'rishi mumkin. O'zi 10 minut bo'ladi. Chunki 10 minutdan oshiq hali qilsa bir narsalar YouTube narsa so'raydi. O'sha narsani umuman nimaligini bilmayman. Aytgancha qo'y chiqdi. Mayli, aytgancha biz nihoyat 30 ta bo'lmoqchi edim. 42 ta bo'ldik. Qoyil. Juda tez ko'tarilyapmiz. Short videolar tufayli ko'tarilyapman. To'g'ri, katta video ham qo'yib turibman ora-orada. Lekin asosan short video qo'yapman. O'sha gaplarga gapni davom etamiz. Onangni oldiga yo'qol. Tekin tomoq. Men aytdim. Orolga tarashtirib olaylik, o'tamiz. Yaxshi. Mashina qo'yib qo'ylardi. Mana yo'q qo'shar ekan. Salom shukr. Mayli. Qanday omadlimiz a? Wow, o'zi 4 minut ta'mir qilyapman ekan. Nima qilsam ekan? Videoni kesaymi ekan? Aytgancha bu video mayli kesilmaydi. Boshida aytib qo'ydim. Voy bizga kerak bo'lar ekan. Mayli. Daraxtni olamiz. Aytgancha bu videoni kesmayman. Aytgancha har doim meni videolarimda eng birinchi like bosadigan inson kim o'zi? Har doim shu bitta video qo'ysam eng birinchi bosadigan odam bor, lekin kommentar yozmaydi. O'sha odam kimligini bilmoqchiman. Qaddushi rahmat, agar o'g'il bola bo'lsangiz, qiz bola bo'lsangiz, bilmadim endi. Nima deyishdi? Qiz bola obunachiman bor ekan, o'ylab qolsam. Yaqinda o'ylab qoldim. Shuning uchun endi bir odob saqlab videolar chiqarishga to'g'ri keladi.
Eğer O'zbekistonlik bo'lsangiz, tilimga tushmasangiz bilmadim deb ketibdi, bilmadim. O'zbekcha qiladim, yo'qmi? Xato qo'ydim mayli. Men shunday o'rab chiqmoqchiman. Tushib ketmasam bo'ldi. Bunday qilib quramiz. Mana yerga qo'yamiz. Taxtani bekor ishlatibman, tezda yog'och instrument yasolay. Давай. Qilich, kirka, qilib umuman kerak emas-ku. Hozirgi paytda mayli. Lepatga kerak, lepatga. O'zi eng birinchi lepatga solish kerak buni. Olar rosa ko'p o'ynardim. One Block'd. Hozir shikir kerak buni. Tapor lepatga. Blok bir necha soni yo'q qolyapti. Bu tepada chiziq yaxshi ketyapti. Hech bo'lmasa bugunda o'zida mana chiziq tugata olamiz. Graviy chiqdi. Yana chiqdi. Buni ochish kerakmidi? Oh my god. Hayron qoladigan narsa emas, lekin yaxshi. Bor. Buni tagini yopib qo'yamiz. Lekin rasmda buni tagi yopildi. Boshqa modmi bilmadim lekin. Mana shuni qo'yaveramiz. Mahama suv yo'qolmasa kerak. Chunki yana chiqadi ekan, cheksiz suv qilamiz. To'g'ri qo'ydim degan umiddaman. Xato qo'yibman. Sekin chiqolak turishadi. Endi qoziymiz buni. Chiqib qolyapti. Juda sekin qozyapti. Meshettamidi? Chetda adashmasam. Voy. Yaxshi. Uy, asabiylashib ketyapti. Suv turaversin. Yo'q. Blok qo'yversan chiqib qoladi. Yo'q qoladi. Sandiqchani mana bu yerga 3 ekan bizda. Kerak emasini sizlar şey qilamiz. Mastera ko'cha toza ekan, ulaydi. Daroq shuni hozir. To'qqiz minut versa kirib ketib qoldi. 9 minutlik video bo'lyapti. Juda qisqa. Birovlarga o'xshab haligi nima deydi? Tezlashtirilgan kadr nima deydi? Shuni qilolmayman taski. Orasini katta qilmasaydi rahosmaydi. Yaxshi. Ozgina blok qoziymiz. Sizlar ko'rmay qolarkan. Mayli. Qizi bunday graviy tushsa, tushmay ketib qolmas ekan. Yaxshi ekan. Birinchi yomon narsa tushmasin tashqi. Ha bu. Yaxshi kirib chiqmagan ekan. Bizga tosh emas. Fuck keldi. Shunaqa video beraman bu. Yaxshi. Bitta mana tortib olyapti. Nima qilmoqchi edim?
Просто to'qib qo'ymoqchi edim. Xo'sh. Bu video juda qisqa bo'ldi. Keyingi videodan kesib tashlaymi yo faqat mana shunaqa ko'rasizlarmi? Qisqa hech narsa qilmaganman. 10 minut emas 20 minut bo'lganda endi tushunsa bo'lardi. Hozir firmani ham qurib bo'lgan bo'lardi. Mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan endi ro'za bo'ldi.